Uyghur diyarda yangi baştan yamrayotgan Tajisman virusi yaqindan buyon izchil o'rlash holatida turib kelayotgan bo'lib, 8 avgustdagi eng yangi statistik ma'lumotga ko'rsatilishicha, yangidan 146 nafar alomatsiz yuqumdor payqalgan. Ammo mushu mezgilgacha bo'lgan oraliqda aniq diagnoz qo'yilgan yuqumdor soni 274 ga yetgan bo'lib, bu son izchil ishmoqmoqda ekan. Xitoy hukumati boshqarishidagi Tangirtaq to'rining 8 avgustdagi xabarda aytilishicha, 30 iyuldan boshlab Ili rayonida yamrab ketayotgan Tajisman virusi yuqumi tezdan Cho'chak, Qashqar, Oqsu, Qumul, Urumchi qatorliq joylarga tarqalgan. Ammo xabarda ko'rsatilishicha, bu yuqumdorlarning hammasi alomatsiz holda bo'lib, bularning boshqalarga yuqish ehtimoli bir qadar yuqori bo'ladi ekan. Xabarda Tajisman virusining yangidan yamrab ketishi darhol chet ellarga bog'langan hamda Ili rayonidagi virusning manbasi chet el ekanligi ta'kidlangan. Bu hol ayni vaqtda Xitoy hukumatining Amerika tanarkachilari Tajisman virusini Wuhanga olib kelgan, shuning bilan bu virus Wuhanda yamrab ketgan deb jakarlagan bayonotiga o'xshab ketar ekan. Ammo radiomizning 9 avgustdagi ahvol aniqlanishi davomida G'uljut havasidagi yuqumdorlarga Tajisman virusini yuqtiruvchilarning Gansudan kelgan Xitoy sayohatchilar ekanligi dalillangan edi. Gansudan kelganda bağladık. Yani şu Maygonsun sayahat kıratını işkiriyelkiden sayahat kelganlardan bilmiyorum bir aşxanda oturup tamak yeganki Xabarlardan ma'lum bo'lishicha, Xitoy doiralari har qaysi joylardagi yuqum ahvoliga qarab, ularni yuqum xatiri og'ir, o'rta hol, yengil deb 3 rayonga ayirganligini bildirgan. Ili oblasti, Oqsu, Qashqar viloyatlari va Urumchi shahridagi 45 rayon xatarlik rayon deb bekitilgan. Yana mazkur oblast va viloyatlardagi 34 rayon o'rta hol rayon, 9 rayon yengil rayon deb bekitilgan. Halbuki Xitoy hukumati hozirga qadar Uyg'ur diyoridagi virusni nolga tushirish tadbiri qatorida qattiq qo'llik bilan ijro qilayotgan qamal choralarining xalq omasiga qanday qulaysizliklarni olib kelayotganligi, virus yuqumining lagerdagi tarqalishi qatorliq dunyo xalqi ko'ngil bo'layotgan masalalar to'g'risida hech qanday ma'lumot berib boqqani yo'q. Bo'lib Xitoy hukumatining Tajisman virusiga doir uchurlarni davlat maxfiyati qatorida sir tutishi hamda ularning bu masalada izchil saxta ma'lumot e'lon qilish tufaylidan Uyg'ur diyoridagi yuqumning haqiqiy ahvoli yanada noma'lum holda turib kelmoqda ekan.